Assalomu alaykum. Men Mirsaqulova Hafiza. Men mana shu Aram klinikasida bundan 9-10 oy oldin meditsina ko'rigiga kelgandim. Mendagi shikoyatlar nafas qisish, terlash, immunitet pastligi, shunday shikoyatlar bilan kelgandim. Bu yerda menga tavsiya qilganlarga rahmat. Mana shu Aram klinikasi jamoasiga, Sherzod Muxtorovga va shu yerda ishlayotgan barcha meditsina xodimlariga men tashakkur aytaman. Chunki mana shu lecheniyadan men 80% mana shu shikoyatlarim yo'qoldi. Va mana alhamdulillah 4 yil 5 yildan beri ro'za ushlay olmas edim. Alhamdulillah Alloh kuch-quvvat berdi birinchi o'rinda. Va bularning yordami bilan mana bu yil alhamdulillah qiynalmay ham ishga borib, ham alhamdulillah ro'zani ushladim. Bu jamoaga men bundan ham yuksak muvaffaqiyatlar tilayman. Shuncha odamlarning savobini olyapti. Ularning ishlariga rivoj tilayman.